Arzon chipta qulay yo'l. To'g'ridan-to'g'ri Moskvaga kimda kim ketmoqchi bo'lsa, do'stlar. Assalomu alaykum, avvalambor. Sizlar bilan Abdurahmon Ahmedov yana bir bor. Do'stlar, Toshkent Moskva yo'nalishi bo'yicha hozirgi holatda granitsa bo'yicha sharoitlarni aytib o'tamiz, do'stlar. Granitsaga kimda kim ketmoqchi bo'lsa, deport zapreti yo'q insonlar bemalol o'tsa bo'ladi. Agarda deport zapret tekshirish kerak bo'lsa, deport zapretni ham imkoniyat darajada tekshiradigan ukalarimiz bor. Bemalol nomer telefonlarini ekranlarimizga qo'yib qo'yamiz. Telefon qilib, WhatsApp, Telegram orqali bemalol o'zingizlarni danlilarni tashab tekshirtirsanglar bo'ladi, do'stlar. Yana ko'p savollar bo'lyapti. Tojikiston fuqarolarini o'tkazmayapti, Tojikiston fuqarolari qaytib kelyapti degan savollar bo'lyapti. Yo'q, Tojikiston fuqarolarini o'tkazyapti. Tojikiston fuqarolarini faqat o'chirt bilan o'tkazyapti. Shuning uchun jicha qiyinchilik bo'lyapti Tojikiston fuqarolari. O'zbekiston fuqarolari bemalol kirib o'sha birinchi o'chirtda bemalol bez o'chirt o'tib ketsa bo'lyapti. Biz avtobusda hozirgi holatda bemalol Toshkentdan to Moskva metro Kotelnikigacha ketmoqchi bo'lgan fuqarolarimizga tavsiya qilamiz. Komfort, ishonchli, sifatli resvi avtobusimiz haftada 4 marta, dushanba, seshanba, payshanba hamda juma kunlariga soat 16:00 dan 17:00 gacha Abu Sahiy avtovokzalidan kelib o'zingizlar chiptalarni xarid qilib ketsanglar bo'ladi. Hamda ekrandagi ishonch raqamlarimizga telefon qilib batafsil ma'lumotlarni o'rgansanglar ham bo'ladi. Agarda ketmoqchi bo'lsanglar Telegram, WhatsApp orqali onlayn bron qilib kelib ketsanglar bo'ladi, do'stlar. Tanlovda adashmanglar. Shunaqa sifatli resvi avtobusimiz Toshkent shahri Abu Sahiy avtovokzalidan avtovokzal Kotelnikigacha to'g'ridan-to'g'ri reyslarimiz amalga oshyapti. Telefon qilinglar, bog'laninglar, batafsil ma'lumotlarni o'rganinglar, do'stlar.